fan nomzodlari ekan. Tushunishim bo'yicha endi masalan oddiyroq, soddaroq tushuntiring. Hozir shunda siz yangi nav qilish haqida gapiryapsizmi? Albatta biz sizlar bilan birga boshlasak mana shu narsani ko'p emas, bir 4 yil 5 yilda chiqarsak bo'ladi. Nima uchun shu paytgacha chiqarilmagan? Aka, mana hozir Rizomat chiqqaniga necha yil bo'lgan? Uni ham o'zi asli mana yaqinda kelib chiqdi. U Rizomat ota chiqarmaganda uni. Agar o'sha chet eldagi texnologiya, laboratoriya sharoitlari o'zimizda bo'ladigan bo'lsa, bu narsalar qiyin. 80-90% hozir o'sha laboratoriya sharoiti bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha narsani qila olamiz. Bizda Amerikadan kelgan bir navga Rizomat otani chatishtirganmiz. Ikkalasidan bitta nav yaratganmiz. Endi biz ochiq oydin ayta olmaymiz hozir biz. Hozir masalan avatar 2 qilish uchun hozirgi avatar 1 da o'zidan qanaqadir jihati ajralib turish kerak-da. Albatta. Biz qarangda, u hozir eksport qilinadigan uzumlar haqida o'ylash kerak-da. Hozir qilinadigan narsa o'zi ichki bozorga bo'lishi mumkin. Bizda hozir in vitro laboratoriya qo'yish maksimum turibdi oldimizda. Bog'dorchilik mahsulotlarining ichida matematikasiga o'tadigan bo'lsangiz, iqtisod tomoniga bu sohani uzumda daromadlisi yo'q. Payvand ostisiz ekish mumkin emas deyishyapti. Nima uchun Kober emas, boshqa yangi payvandtak. Bu payvandtakki O'zbekiston hamma hududiga to'g'ri keladigan. O'sha o'zimiz. Assalomu alaykum hurmatli dehqon bog'bonlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun bizning korxonamizga genetika instituti talabalari desam bo'ladi. Ular talabalari ham emas, balki fan nomzodlari ekan. Har biri o'zini har xil yo'nalishlari bo'yicha va shu yo'sinda uzumchilik bo'yicha ham qiziqishib, kelishib ma'lumotlarni olishyapti. Kim bo'ladi? Fahrin aka, men tushunishim bo'yicha endi masalan oddiyroq, soddaroq tushuntiring. Hozir shunda siz yangi nav qilish haqida gapiryapsizmi? Albatta, yangi nav. Masalan, qaysidir yaratilgan, ya'ni bo'lgan chiqqan navni boshqa navlar bilan chatishtirgan holda endi yangi nav demak, Sunnatilla aka, chiqarish haqida. Ikki xil yo'lini gapirdim. Bittasi oddiy o'sha chatishtirib o'zimizni klassik usul. Bu klassik deganda juda klassik emas. Biz markerlarga asoslangan seleksiya degan texnologiya bor. Misol uchun aytaylik, Rizomat otada qandga javob beruvchi yaxshi genlar bor. Shirin. Yoki bo'lmasam avatarda qaysidir yana bitta geni bor. O'sha genlarni birinchi markerlab olamiz. O'sha marker asosida genni keyin chatishtirib o'tkazamiz. Bu markerlarga asoslangan seleksiya deyiladi. Bu bitta usul. Endi ikkinchi usul genomlarni tahrirlash. Bu boyagi misol uchun danakni beradigan yoki bo'lmasa boyagi erta uyg'onib ketishni beradigan genlarni o'chirib qo'yish. Danakni beradigan genlar bo'lishi mumkin. Bir promotor gen deyiladi ular. Boshqaruvchi genlarda o'sha brigadirga o'xshagan narsa. O'sha brigadirni o'ldirib qo'ysangiz bo'ldi. O'sha keyin uzum nimasi kichrayib qoladi. Aslida men o'tgan safar aytdim-ku, o'zi urug'siz narsani o'zi bo'lmaydi. Xudoning taolo yaratgan urug' bilan hamma narsani. Faqat o'sha mana qizlarimiz qildi, mana Madina, Sevara diploid bilan tetraploid turini chatishtirsa, bu уже pushsiz bo'lib qoladi, to'g'rimi? Pushsiz bo'lib qoladi, chigitlar, to'g'rimi? Urug'siz nima deydi? Triploid bo'lib qoladi. Triploid hosil bo'ladi. Mana shunaqa yo'llari ham bor. Bu narsani genomika bioinformatika markazi qilyapti, lekin qay darajada men bilmayman. Bir nima qilib turadi? Bir danaksiz nav yaratdik deydi, uni hali ko'rmadik bizlar. Lekin hech kimga non qolmay qolgan narsa emas. Biz sizlar bilan birga boshlasak mana shu narsani ko'p emas, bir 4 yil 5 yilda chiqarsak bo'ladi. Bitta nav chiqarish uchun qancha vaqt ketadi? Chatishtirish bilan agar sharoit bo'lsa, nima deydi? Speed breeding degan narsa bor-da. 1 yilda 2 marta hosil olish. 1 yilda endi mana bu o'simliklarda 1 yilda 2 marta, bug'doy, paxtada kerak bo'lsa 1 yilda 3 marta, 4 marta hosil olish mumkin. Buni ham agar o'sha speed breedingga qo'yib qo'ysak, yana 2 barobarga qisqaradi. Atak 3 yilda, 4 yilda bemalol nav chiqarsa chatishtirib. Bu genom editing bo'ladigan bo'lsa, u sharoit bo'lsa 2 yilga bormaydi. Nima uchun shu paytgacha chiqarilmagan? Aka, mana hozir Rizomat chiqqaniga necha yil bo'lgan? Uni ham o'zi asli mana yaqinda kelib chiqdi. U Rizomat ota chiqarmaganda uni. Kimdir professor chet eldan kelib o'sha ishni ustida ishlab, mana shu odamning nomiga qo'yib ketgan. Shundaymi o'zi? To'g'ri. Endi buni obyektiv, subyektiv sabablari bor-da.
obyektiv sabablar demak shu paytgacha uzum seleksiyasiga bo'lgan talab bo'lmagan deyarli. Hamma o'sha nima deydi? O'sha Mahalliy navlar Ulug'bek aytganday bozor deyarli o'sha talab qondirib turilgan, eksport unaqa katta darajada bo'lmagan, to'g'rimi yo'qmi? Anaqa eksport bo'ladigan bo'lsa Rossiya yoki bo'lmasa qo'shni davlatlar bo'lgan. Dunyo nimasiga chiqmaganmiz. Bu bir. Ikkinchisi, endi ko'proq bizda paxta seleksiyasi, ko'proq bug'doy seleksiyasi keyin o'tildi. U ham u zamon anaqa darajasida emas, zamonaviy darajada emas. Bu texnologiyalar qimmat biroz. Agar o'sha chet eldagi texnologiya, laboratoriya sharoitlari o'zimizda bo'ladigan bo'lsa, bu narsalar qiyin. 80-90% hozir o'sha laboratoriya sharoiti bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha narsani qila olamiz. Mana hozir yaqinda biz ham Xitoyga borganimizda o'sha kishi aytdiki, bizda Amerikadan kelgan bir navga Rizomat otani chatishtirganmiz. Ikkalasidan bitta nav yaratganmiz dedi. Juda ham zo'r nav chiqqan. Hozir eng ko'p yetishtiradigan navimiz mana shu dedi-da. Nimaga bizda o'shanaqa qilinmaydi? O'sha yo'q, talab bo'lmagan. Aytyapman, birinchi o'rin talab bo'lmagan. Talabdan tashqari yana o'sha texnologiyalar, kerakli laboratoriyalar. Ha shunday. Endi men hozir gapirishga juda oson bo'lib ketyapti, lekin buni tagida zamirida katta mehnat yotibdi. Birinchi o'rinda shu hech bo'lmasa olimlar aniqlab olgan o'sha danaksizlikka javob beradigan gen o'rganish kerak. Buni ma'lumotlar bazasida, to'g'rimi? Keyin o'zimizni navlarda aynan o'sha kishmishdagi danaksizlikka javob beradigan gen qaysi, qayerda turibdi, qaysi xromosomada turibdi, uni qanday tahrirlaymiz yoki bo'lmasam chachishtirib o'tkazganda qanday qaysi lokusni olamiz o'sha genni, o'sha markerlar bilanda. Buni tagida mehnat yotadi baribir. Keyin yana biz aytishimiz kerak, bizning institutimiz asosan paxta va bug'doyga ixtisoslashgan. Endi hozir mana zamonaviy fan ilmiga kelib kelganidan hamma butun o'simliklar bo'yicha ishlayapti. Zamon talabiga mos, bozor talabida mana shu oziq-ovqat xavfsizligiga katta e'tibor berilyapti. Bundan tashqari keyin Mahmud Mirzayev nomidagi institut bor, bog'dorchilik instituti. Bu yerda ham katta kolleksiyasi bor. Shu kolleksiyasini saqlash, yo'qotib qo'ymaslik, shunaqa ishlar bu. Endi bizlar ochiq oydin ayta olmaymiz hozir bizlar nimaga ham ega emasmiz ma'lumotga, nima uchun bu ishlar bo'lmaganiga. Paxtani biz strategik ekin, baribir fermerga keling paxta sotaman desam, misol uchun u baribir razmeshcheniya degan narsalar bor, o'zingiz yaxshi bilasiz. O'sha navni razmesheniyasi bo'lsa oladi, bo'lmasa yo'q. Misol uchun biz Avatar 2 deb bitta yangi nav yaratsak, bu aka menda zo'r nav bor. Olmaysizmi? Siznikidan yaxshiroq desam, to'xtang bitta o'rganib ko'raychi deb olishingiz mumkin-da. Bizga buyurtmachi yo'q. Buyurtmachi yo'q. Tushundingizmi? Hozir masalan Avatar 2 qilish uchun hozirgi Avatar 1 da o'zidan qanaqadir jihati ajralib turish kerak-da. Albatta. Ajraladigan bo'ladimi shunda? Albatta. Buni misol uchun o'zi heterozigota degan narsa bor-da. Hozir bitta avatarga men o'zimning fikrimda yetishmayotgan narsa, uni mayaz qilinganda ingichka go'shtsizroq bo'lib qolyapti. Ko'ryapsizlarmi? Semirtirish kerak. Nimaga javob beradigan Yo'g'on bo'lish kerak. Ingichka uzunda, ingichka uzunligi nimasi zo'r. Hayvonlarda aytib beraman. Simmental, Galstein degan zotlarni mollar. Ularda o'sha adashmasam B dan boshlanadi bitta gen muskulga javob beradi. O'sha genni overexpressiya, ya'ni nimasini ishlab chiqishini ko'paytirgan. Shunda faqat go'shtga ishlaydi u. Galstein nima so'mi adashmasam. Simmental. Yo'q. Qaysidir? Belgiyskiy голубая. Ehtimol-da. Shulardan bittasi. Выраженный muskullari yurganda ham ko'rasiz, xuddi boyagi shunday. Qachoklardi. Bu endi boya markerlarga asoslangan seleksiya texnologiyasi dedim-ku. Undan ham qaymog'i genom seleksiyasi, ya'ni bitta genni tanlab olib, o'shani ko'paytiryapti. Aynan o'sha yo'nalish bo'yicha zot chiqaryapti. Bu o'simliklarda osonroq. Ya'ni anaqa uzumda yoki qishloq xo'jaligi ekinlarida deylik, osonroq, sababi buni 1 yilda, 2 yilda bemalol hosil olsangiz bo'ladi-da. Misol uchun bu yil chashirdikmi, agar tezroq o'sha tinim davriga o'tamaydigan bo'ladigan bo'lsa, misol uchun o'sha speed breeding anaqasi xonasini qilib bersak, bu gullab yotaveradi. Pishada ham nima ham uxlamaydi bu. Mana bu kishi
Malina bilan shug'ullanamiz. Malinada shu urug'dagi tinim davrini aniq ko'rganimda 1 oy yetgan. 1 oy o'sha -4 xolodilnikda 1 oy urug' saqlangan. Keyin bemalol olib eksa bo'ladi degan. O'sha 28 kun bo'lib qolganda nima bo'lardi? 28 kun Ehtimol uni kamroq bo'lishi mumkin. Endi bu Ulug'bek aka malinani urug'lari bo'yicha gap ketyapti. Bu yerda ham uzumni urug'lari bo'yicha gap ketish kerak. Nimasi bo'yicha emas, tanasi bo'yicha emas. Tanasi bo'yicha boshqacha tinim davri bo'lishi mumkin. Bilmayman, ikkalovi bir-biridan farq qilishi mumkin. Generativ, vegetativ dedim-ku. Bu narsa Faxriddin aka bizga sal qorong'iroqda. Biz chunki u sohani mutaxassisi emasmiz. Bizga qiziq bo'lganda, masalan, sentyabr oyida hosil berib bo'ldi. Bargini to'kdi. To'kkandan keyin o'rtada oktyabr, noyabr, dekabr bo'ldi. 3 oylik. 3 oy. Xeyli 3 oy unga yetarlimi yo'qmi? Keyin biz unga sharoit qilib bersak, namligini, Yana pishadimi deydi? quyoshning intensivligini, hamma narsasi joyida bo'ladigan bo'lsa, yanvarda gullatib yubora olamizmi? Bemalol gullatsa, faqat sharoit bo'lsa, gullatsa bo'ladi. To'g'rimi yo'qmi? Uni avvalo uni nimadir deyish uchun konkret Nazariy jihatdan tajriba qo'yib sinab ko'rish kerak. Endi bizda imенно bahorda uyg'onishga sabab yetarli harorat o'sha vaqtda kerak bo'ladi. Ko'tariladi. Uni oldin sinab ko'rish kerak. sinab ko'rish kerak, lekin menimcha bo'ladi. Nazariy jihatdan olib qarasang mumkin-da. To'g'rimi? Chunki u o'sha tinim davrida u shunchaki boya metabolizmni pasaytiradi. Hamma gap shu. Metabolizmni pasaytiradi. Shu sovuqdan saqlanish uchun shu holatga keladi. Yana ma'lum vaqt davomida optimal harorat qaytsa, u uyg'onib yana metabolizm tiklashi kerak. Yana bitta misol keltiraman. Demak, biz yana g'o'zaga aytamiz. G'o'za o'zi ko'p yillik o'sadi. Ana o'zini davlatida daraxt o'sib turaveradi. Mana bular anaqa Tbilsida o'stirardi. Hozir birgalikda nima qilyapmiz? Birinchi kelgan paytimiz 2005-yilda ilmiy tadqiqotni boshlagan bo'lsak, biz hayron qolganmiz. Tbilsida mana shunday daraxtlar bu nima desak, g'o'za degan. To'g'rimi? Feruza, nima? Haligacha o'sadi nimalarimiz? Endi o'sha Tbilsida deganim, endi o'zingiz o'ylab ko'ring, u narsaga sovuq ta'sir qilmaydi. Boshqa anaqa nima deydi? Fotoperiyazm ham deyal ta'sir qilmaydi. Bu narsa qishin yozin gullab yotadi. O'zim ham xuddi shunday. O'zini misol uchun ekvatorial deymizmi, o'sha joylarda o'sib yotaveradi. Ehtimol 1 yilda 2 marta hosil beradi. Ehtimol 3 marta hosil beradi. Buni faqat tajriba orqali ko'rish mumkin. 3 marta hosil berganni bu kishi ko'rganlar biladilar. Bo'ladi. 3 marta hosil qayerda? U navga bog'liq. U navga ham bog'liq bo'ladi 3 marta hosil berishligi. Hozir masalan siz erta uyg'otib erta pishirish haqida so'rayapsiz-ku, Ulug'bek aka. Nima sababdan? Nimaga kerak bizga u? O'sha bularni Bozorga erta chiqib qimmatroq sotish uchunmi? Bozor. uzluksiz ta'minlashda bozorda. Uzluksiz ta'minlashanda. Uzum bilan ta'minlab turish. Xolodilnikda saqlagan bilan uzilgan uzumni To'xtatib farqi bor. Keyin unaqa xarajatlar qoplaydimi keyin? Endi baribir hamma narsani birinchi boshlab ko'rish kerak-ku, boshlab ko'rmasdan. Mana qaranglarda, endi masalan Nozim aytgan gaplariga javobda endi. Masalan qishda qulupnayni narxini ko'rdilaring. 400 ming. 400 ming bo'ldi-da. Hozirgi narxi 40 ming. 10 barobarmi? 10 barobar. Uzum ham xuddi shunday narxda bo'ladi. Yo'q, mana qishda chetdan uzum keladi, lekin 10 barobar emas-da narxi. Yo'q, u uzum u yoqdan keladigan uzum bu. Agar o'zimizni uzumni mana bu yerda qishda uzib oladigan qilib qo'yadigan bo'lsa, uni o'zini xaridori topiladi. Uni olib kelish narxlari bor, to'g'rimi? Mahalliy chiqqan o'zimizni masalan Yo, biz qarangda, u hozir eksport qilinadigan uzumlar haqida o'ylash kerak-da. Hozir qilinadigan narsa o'zi ichki bozorga bo'lishi mumkin. Chetga o'shanaqa qilib eksport qilaman desangiz, chetda u payti narsam deyli uzum pishgan bo'ladi, jo'nataveradi. hozir bu tijorat shuni aniqlayotganim yo'q. Men bu kishilardan so'raganim boyagi мысли вслух deydi-ku. Shu niyat bor, o'sha narsa agar siklichni bo'ladigan bo'lsa, bitta savol tug'iladi-da, shunchalik tabiat buni oddiygina qilib yaratib qo'yganmi demoqchiman-da. Bitta iqlimda sharoitda yaratib beradigan bo'lsang, qolgan hamma narsani amalga oshirish mumkinmi degan savol bor. Menimcha shu bilmaydigan narsalarimiz bo'lsa kerak ichida. Bo'ladi, aniq. Ro'zada men bitta narsa aytay. Ro'zada birinchi hosilni yig'ib oldik, keyin uni sitologiyasini masalan o'rganmoqchi bo'lsak, birdan shoxlarini kesib tashlaymiz, keyin u yana vegetativ shoxlarni chiqarib gullaydi ro'za. Sharoit bersangiz. Teplitsada. Demak, uzumda ham shunaqa qilish mumkin deb demak. Keyin Ulug'bek aka, menimcha uzumda ham anaqa eng birinchi, eng bosh nima? Mana Sunnatli aka bekor bilan keltirman.
firmnost deydi, ya'ni transportabilnost. Mana shunga qattiq nima qilish kerak, yopishish kerak. Sababi misol uchun ezilib ketmasin, borganda nima qilib qattiq bo'laversin. Boya siz aytgandek kirsillaydigan, bu hammasi firmnost deganiga ingliz tilida aytiladi. Shunga e'tibor qaratish kerak. Chunki o'zimizda avatarlar ham boshqasi ham bilmadim endi qanchalik darajada tursa bir oy turar. Uzoq. Chetdan keladigan hozirgi uzumlarda transportabilniy anonisi Zo'r. imkoniyatlari juda katta. Juda katta, bilaman. Bu kommersiy anonlar, produktlar Shunday, bular. Bu shunday. natsionalniy nima deydi, milliy brend emas. Da. Bu bozorni o'rgangan marketologlar, o'sha narsani tatbiq qilgan olimlar uni yaratib bergan, tijoratchilar uni sotyapti. Shunday. Ular uzgandan keyin eksportga chiqqandan keyin kamida 2 oy turib beryapti-da. Ko'ryapsizmi? Mana shu 2 oyda o'zi ham yetardi-da. Endi qarang, Ulug'bek boya ara haqida gapirdingiz-ku. Agar ara bizlarga misol uchun bitta niqasini mayli sotib olsangiz ham, bitta navini sotib olsangiz, biz bemalol o'shani keyin o'zimizga moslashtirib, o'zimizni qaysi nimasini yaxshilab o'zimiz uchun o'shandan 50%, 100% o'zgartirib, boyagi siz aytgandek boshqana chiqarib berishimiz mumkin. Mumkin, lekin ular talab qiladi menimcha. Yo'q. Chunki uni Chunki siz genomini o'zgartiryapsiz, chastirayapsiz, umuman boshqa genetik bo'lyapti. litsenziyasini olishingiz kerak bo'ladi. Litsenziyasi birinchi, lekin o'rinda litsenziyasini olishingiz kerak bo'ladi. Lekin u narsalar tushunarli. Uni gaplashganimizda ular juda mustahkam yopib qo'ygan o'zini anonisini, yaratgan ixtirosini. U chunki oilaviy kompaniya. U bitta ortiqcha gapni ham gapirmaydi, boshqa qilmaydi, lekin ularda masalan agar siz boshchiligingizda, sizni jamoangiz agar hozirgi nima deydi, o'sha uzumlarni xususiyatlaridan zo'rini yaratib beradigan bo'lsangiz, yana boshqa bir funksiyalarni qo'shib qila olamiz. ular yo'q demaydi. Qila olamiz. agar o'shanaqa texnologiyalar, laboratoriyalar qilinsa, mana shu yerdagilar hamma shunaqa ilm darajasi yetadimi? Albatta, albatta. Mana qarang, hozir qiziqarli bo'ldi. Mana bu kishi hozir gapirib berdilar-ku, olmani. Men boya sizga aytgan professorlar sentyabrda keladi dedim-ku, bukvalno mana 5-6 minut oldin. O'sha sizning aytgan institutni rektori to'g'risida gap ketyapti. O'sha shu yerga kelamiz deyapti. Hojimidi Chindavmidi? Ha, olma dedingiz, olma bilan qulupnay bilan ishlar ekan ular. Основном. Endi direktorni tanimasdim, rektorini. Hozir endi bizda u yerdagi nima deydi, qo'shma korxonamizda hamkorimizda, endi Xitoy davlati tomonidan hamkorimizda imkoniyatlari sal kengroq. O'sha borib tanishib, hozirgi kunda endi ular bilan nima ish qilishimiz mumkin degan loyihani beringlar bir kun ichida deyapti. Mana Qanday? sizga. Yo'q, o'shani bir aql bilan ishlab aytish kerak. Albatta, albatta. Faqat ilmiy tomoni bizga ham muhim. To'ppa-to'g'ri. Lekin agar tijoriy tomoni bo'ladigan bo'lmasa, ular bilan biz Ilmiy xodimlar kerak-da, asosan. Mana ilmiy xodim. Men Ulug'bek o'tgan safar ham aytganman, universitetda ham dars beraman men. Anaqa mana magistr bu yil bitirdi. Anaqa aytmoqchi bo'lganim, shunaqa magistrlar rosa ko'p. Hozir birinchi kursda ham bor, ikkinchi kurs bitirganlari ham bor. Agar bular mayli, endi sizlar o'zingizlar ishlayveringlar desangiz, unaqalardan ham topib beramiz. unday bu buncha odamni ko'rib turib ishlayveringlar demaymiz biz. Biz bilganimizda bu narsani endi bizda hozir in vitro laboratoriya qo'yish programma maksimum turibdi oldimizda. Biz tayyormiz. U narsaga mablag'imiz ham yetarli, imkoniyatimiz ham bor. Faqatgina bizni qiynab turgan narsa xodim topa olamizmi yo'qmi degan. Topolasiz. Chunki respublikani o'zida 20 ga yaqin in vitro laboratoriyalar Topib bor. beramiz. Birontasi bir anoga tushgan yo'q. Bunday sanoat anonsiga, Shunday. mощностьga tusha olmaganda. To'g'ri. Ha, endi bu 21-chisi bo'lmasligi uchun bizga mutaxassislar kerak. Bizda o'zimizning maqsadlarimiz bor. Boyagi siz aytgandek, masalan, ara bo'lsa, aradan mayli ustun bo'lmasak ham shu qatori bo'laylik, hech bo'lmasa. Bugungi kunda. Lekin o'sha donaksiz hozir, lekin mana eshitgan bo'lsangiz, davlat rahbarimiz ham shu to'g'risida gapiryaptilar. Super intensiv bog'lar degandan keyin endi tushunyapsizlar, masalan, oldin 3 ga 3 formatda ekilardi. Mana Tojikistonda 6 ga 6 ekiladi. Bularda bitta tub uzumga 150 kilogacha nagruska beradi. Yo'q, kamida.
kamida, mana kamida 450 kilo 500 kilogacha qo'yiladi. Qo'yiladi. Bularda endi iqlim pozolat qiladi. Bizni sharoitimizda uni yotqizib ko'rmasak qish vaqtida sovurib ketadi. Bu kishilar endi boyagi Afg'oniston territoriyasiga yaqinroq bo'lgan region. Surxondaryo bilan boyagi Denov, Sarosha bilan bitta anuvda. Hozir qishloq xo'jalik mahsulotlari, shu bog'dorchilik mahsulotlarining ichida matematikasiga o'tadigan bo'lsangiz, iqtisod tomoniga bu sohani uzumday daromadlisi yo'q. Rizovorda qulupnayday daromadlisi yo'q. Bu anormal holat. Yevropada, masalan, Amerika, любой davlatni olinglar, eng zo'r qulupnay, eng sarasi bizda hali ko'rmaganimiz ham 6-7, ko'p bo'lsa 10 dollar atrofida turadi. Bizda bozorda 30 dollarga chiqib ketyapti. O'sha 30 dollar ham hammaga yetmayapti. Payvand osti kobermida? Kober 5BB bor-ku, o'shanga o'xshagan bu chet elda mahsuloti. Endi biz O'zbekistonda sharoit uchun, O'zbekistonda iqlimi, O'zbekistonda tuprog'ini sostavidan kelib chiqib, o'zimizning sortlarga mos keluvchi o'sha payvand osti bir lineykasini yaratib bera olasizlarmi degan savol. Ulug'bek aka, buni qilsa bo'ladi. Buni faqat o'zimizda ommalashib ketgan, endi nima deydi? Sovuqqa ham chidamliroq, nisbatan chidamli bo'lgan yoki bo'lmasa sho'rga, qurg'oqchilikka nisbatan chidamli bo'lgan nav bilan chatishtirib, bikros chatishtirish degan narsalar bor. Bikros o'sha koberni o'sha Kober o'sha payvantayni bir turi, nomi. O'sha payvandaklik xususiyatini o'tkazish, nimani o'sha misol uchun aytaylik, avatarni qolgan xususiyatlarini chiqarib tashlash. Faqat payvandaklik xususiyati o'tiladi bunga. Shunda yangi payvandak hosil bo'ladi bizda. U ham chatishish asosida. Bikros chatishish, ya'ni qayta chatishish. Onaga yoki otaga qayta chatishish bo'ladi bu yerda. Bu ham baribir jarayonni oladi, bir 3-4 yilni oladi. Balki qilsa bo'ladi. O'zimizda mavjud mahalliy navlar bor-ku. O'sha navlarni o'zini tekshirib ko'rib, hammasini muhitda sinab ko'rib, siz aytayotgandek, shuni orasidan tanlab olish ham mumkin-da stokda. Qaysi biri effektivroq? Chunki mahalliy navlar baribir eskidan bizning sharoitga moslashgan chidamliroqdir. Masalan, taypi degan eski navlar bo'ladi, taypi yoki boshqa navlar. Endi Ulug'bek aka, u yo'nalish biroz boshqacharoq. U agrotexnika, bunaqa qishloq xo'jaligi yo'nalishi ko'proq shug'ullanadi u bilan. Bizlarniki endi genetik yo'l bilan, ya'ni chatishtirib, eng oddiysi chatishtirish. Bu yog'i gen editing. Qarangda, men endi o'zimizda opitdan kelib chiqib savolmi endi bir taklifmi bu narsada. Masalan, aniq bir navda ekadigan bo'lsangiz, bir joyda zo'r gullashi mumkin. Zo'r hosil berishi mumkin. Xuddi o'sha navda olib borib turib o'zgarishsiz O'zbekistonning boshqa mintaqasiga qo'yadigan bo'lsangiz, bu yerda iqlimi o'zgardi, tuproqni tarkibi o'zgardi, uzum ham o'zgaryapti. Albatta. Keyin ba'zi joyda nam yuqori qatlamda bo'ladi, ba'zi joyda uzoq, chuqurroqda. O'sha payvand osti nima uchun kerak? Boyagi tomirlari uzoqda ham oladigan bu yovvoyida, lianani anonsida bir turida uzum ham, bunday olib qaraganda, o'shani mahalliylashtirgandagi uzum bo'lgan. Endi o'shani ilgari anonsiga qaytishimiz kerak demoqchiman-da. Hamma joyda o'zining lianasi bor, ustki qismi kerakli nav. Molekulyar tahlil qilish kerak. Koberni qaysi tomoni sizga ma'qul kelmayapti? Koberga o'xshagan, kober eski bu birinchidan. Eskirdi bu. Hozir undan ancha yangilari bor. Ular har bittasi masalan yer sho'r bo'lgan joy uchun alohida, yerdagi boyagi ohat sodержанияsi bo'lgan joyi alohida, o'zining anonsi bor, payvand osti bor. Hozir O'zbekistonda deyarli masalan endi shunday ketyapti, haqiqatan bu ilmiy nuqtai nazardan ham sizlar tasdiqlab bersalaring kerak. Payvand ostisiz ekish mumkin emas deyishyapti. Bu kasalliklarga ancha chidamli. Lekin ba'zi joylar bor, sharoitlar bor, o'zini собственный ildizida hosilni idealni berish mumkin. Uni ham inkor qilib bo'lmaydi. 2019 yil ekan, Antaliyada biz borganimizda u mayli, anaqa uzum mayli-ku, pomidorga ulayapti nimani? Pomidor. Nimaga desam, bu tagidagi payvanddak anaqa nematodaga chidamli ekan. Nematodan bilasiz. Bu nematodaga chidamli ekan, yovvoyi, zo'r o'sadi. Bu yoqqa boyaga anaqa pink paradise boshqasini ulab tashlayapti, yuzlab nima ayollar ishlayapti, tas konveyer hammasi, ana o'zini nima deydi, reanimatsiya xonasi bor ekan, bir hafta u yerda turar ekan. Xullas,
7 gektar joyda mana shunaqa aytmoqchi bo'lganim, siz to'g'ri aytdingiz. Hayvon taksiz iloji yo'q endi bundan buyog'i. Endi shunga boryapmiz. Endi hozir Ulug'bek aka aytmoqchi, nima uchun Kober emas, boshqa yangi payvandtak. Bu payvandtakki O'zbekiston hamma hududiga to'g'ri keladigan. O'sha o'zimizni anaqa shu yerda tuprog'ini laboratoriyasidan kelib chiqib yaratilsa, o'shandagina hech kim adashmay olib ekaveradi. Hozir masalan bir payvandtakni aynan universal deb ayta olmaymiz. To'g'ri. Endi Qaysidir joyga to'g'ri keladi, qaysi joyga to'g'ri kelmaydi. Sunnatli aka bitta narsa, qurg'oqchilik bilan sho'rlanishga chidamlilik hech qachon nimadan tushmaydi. Hamma joyda bir xil emas. Dolzarblikdan tushmaydi. Sababi borgan sari o'sha sho'r bo'lmagan joylar ham sho'rlanib ketyapti nisbatan. Suv endi suv tanqisligi yashirib bo'lmaydigan narsa, u bor narsa. O'shaning uchun ikkita o'sha nimasini Koberdagi ikkita xususiyatni yaxshilasak, menimcha anaqa muammo yechiladi. Faqat aytyapman, bu gapirishga oson, buni tagida mashaqqat, mehnat. Boshqa payvandtaklarni ham o'rganib ko'rish kerak. Albatta, shunday. Chunki Koberdan kuchli payvandtaklar bor-da, hammasini ham o'ziga yarasha xislati bor. Shunday. Qaysidir suvsizlikka chidamli bo'lsa, qaysidir tuzli yerga chidamli, qaysi biri o'sha tomir sistemasi chuqurroq ketadi. Shunday. Biz agar hamkorlik qiladigan bo'lsak, mana endi sekin-sekin mana shunaqa muhokama, diskussiyalarda chiqib keladi-da. Ulug'bek aka, demak, birinchi o'rinda payvandtaklarni nechta payvandtak bo'lsa bizga yetkazib bersangizlar, bizlar o'sha tadqiqotni boshlasak hozir, bu bir. Ikkinchisi, o'sha nechta, misol uchun O'zbekiston bo'yicha sizlarni 15 ta nav qiziqtiradi, lekin shularni 15 ta navdan ichidan 13 ta belgini bitta nimaga o'tkazish kerak, qarshilaydigan moyadagi yaratish kerak. O'sha navlar bizga yetkazish kerak. Biz tadqiqotni boshlaymiz. Chunki hozir Faxriddin aka bir qiziq anoda sharoit vujudga kelyapti. Chet eldan bir yangi sortni olib kelish shunaqa mashaqqatli ish. To'ppa-to'g'ri. Agar masalan nima deydi, boyaga motivatsiyangiz yetarli darajada bo'lmasa, yarim yo'ldan qaytib ketasiz. O'zimizda bo'ladigan bo'lsa, sertifikati bo'lsin o'zimizda. Yaratgan odam aniq bo'lsin aka. Yoki institutmi, bir jamoamizda, mayli biz boyaga tijorat podдержкасini qilarmiz aka. Bo'ladigan bo'lsa xalq uchun bu. Shunday to'ppa-to'g'ri. Chunki hozir shunday bo'lyapti, masalan biz maqtanib hozir xalqimiz yuribdi, o'zimizda uzumlar zo'r undayda, bu ancha eskirib ketdi bu sortlar. Shu o'shani erinmay olamiz, erinmay o'shani nima deydi, tamoshniyadan o'tkazamiz, oformlение qilamiz, erinmay mashinaga yuklaymiz, erinmay 1000 kilometrga boramiz. Yana o'sha yerda borib turib narx tushib ketdi degandan keyin yana bir nima deydi, bu nastroyenimiz bo'lmay qaytib ham kelamiz, yana shu ishni qilamiz. Salgina bir o'zgarishimiz kerak demoqchiman-da. Mana o'tgan safar aytildi-ku, mana G'ayratbek guvoh direktorimiz o'z boshchiligida o'sha bu yerdagi o'zimizni bog'da yetishtirilgan kishmishni eng sarasini olib turib, anaga Shanxayda O'zbekistonda deyarli hali uzumchilarni birontasi bora olmaganda, o'sha yo'lni qilib protoptali-da darov. Borib turib bozorga olib chiqdi. Hammasi zo'r. Upakovkasi hammasi dahshat qilingan, u yerdagi hamkorlarimiz, Xitoy hamkorlari yordam bergan. Lekin sortiga kelganda bir kishi aylanib ham qaramadi. O'sha endi boyaga nima deydi, finansiy tomoni bir necha 10 ming dollar shu xarajatga quydik, indamay qaytib keldik. O'sha alam qilgan joyi shu. Endi o'sha men xursand bo'lganimda ham sababi shuda, sizlarni ko'rib turib, bizda shuncha potensial bor ekan, nima uchun qilmaymiz bu ishni debdi. Endi menda xafa bo'lmaysizlar, biz sizlarni tinch qo'ymaymiz. Bo'ldi, bizga shunaqa. Men shuni eshitdim, ko'rdim, mana guvohligida endi biz постоянно endi xafa bo'lasizlarmi, bo'lmaysizlarmi, borib tergovuramiz. Ulug'bek aka, bo'lmasam anaqa keyingi qadam nima bo'ladi? Keyingi qadam biz sizni, Sunnatli akani, G'ayrat akani taklif qilsak institutimizga. Bo'ldi. Biz o'zimizni sharoitimizni ko'rsatsak, boshqa qilsak, u yog'i kelsa keyin nima qilaveramiz? Mayli, bizga unchalik Faxriddin aka, ya'ni men o'qimoqchi emasman. U sharoitni prosta ko'rsak, shunday. Ko'rsak bizga nima bo'lishi mumkin? Hozirgi o'zimiz yaratamiz degan in vitro laboratoriyaga boya chex zadaniyani yozguncha yaxshi aniq bo'ladi. Albatta, shuni aytyapman men. Plyuslarni olib, minuslarni qilmay, xatoliklarni. Shunday. Men bu texnologiyalarda, usullarni gapiryapmiz, anaqa sal tushunasizda, shu boyagi sizlarni nimalaringizni to'ldiradi narsa. Mana men priborda mana narsa qilamiz. Men priborda mana narsa qilamiz. Shunda mana bunaqa kelib chiqadi desak, Yaxshi zo'r bo'ladi. Yaxshi bo'ladi.
zo'r bo'ladi. Keyin u yog'ini sekin yana U biz sizlarga zakazni beramiz. Biz qanday uzum xohlayotganimizda, u xohlayotganimiz boyagi nima deydi? Buni ayollar ko'proq tushunadi. Modaga mos keladigan. Bugun yashil, ertaga qizil, indin boshqa rangda bo'lib turadigan, shirin, katta, chiroyli Hech kim turadigan, ko'rmagan. hech kim ko'rmagan, hech kim kiymagan. O'shanday narsa bo'lishi kerak. biz faqat oldindan aytib qo'ysangiz, bir ikki kun oldin biz o'zimizni to'g'ri qiziqmas sizga anaqa g'o'zada, bug'doyda. G'o'zalar ham qiziq aka. Bo'ldi. Ular ham qiziq. Ularda ham biz takliflarimiz bor. Oldin bu bir tomondan hal qilaylik. Chunki vaqt yetmaydi bu hammasini. Qilgan ishlarimizni, qilayotgan ishlarimizni ko'rsatamiz. Mana bunda mana bunaqa yovvoyidan buni oldik. Mana bundan buni oldik deb turib o'zimizni maqtanadigan joylarimiz ham bor. Ishlar ko'rsatamiz. Yer muzlamasa bo'ldi. Xohlagan paytingizda ekaverasiz. Biz o'sha bilan gaplashamiz. Bo'ron, Xudo xolisa bo'ron. Nima boramiz? Qachon nima qilamiz bu yoqda? Mana oldim. Rahmat. Hammaga bo'rondan oldinglar. Ne deyiladi? Qaysi? Ayrim bilan video. Ayrim video. Mildio.